21-asrning ayrim yigitlari. Menga qara, nima zamon SMSlarimga javob yozmayapsan? Senga shuncha harakat qildim mana. Kechirasiz, siz kimsiz? Tanimadingmi? Seni istoriyalaringga men reaksiya qoldiraman. Yurakchala, olovchala, manikisan, sen uchun shuncha harakat qildim mana. Oy, harakat qildingizmi? Harakat qilib qo'llaringiz SMS yozgandan og'rib ketgandir-a? Mayli, nima ham deymiz. Alo, jon. Men qara, sen mendan oldin hech kim bilan gaplashmagansan-a? Menmi? Yo'q, unaqa ko'pchilik bilan gapirmaganman. Atigi ikkitagina sizdan oldin yigitim bo'lgan. Nima? Sen ikkita yigit bilan gaplashganmisan? O sen vashshi buzuq qiz ekansan-ku, men sen normalniy deb aytsam. Ha, bo'ldi, oramiz ochiq sen bilan. Jon, arazlashib qolganimizda faqat men birinchi yozmayman-ku. Kerak bo'lsa haftalab yozmaysanmi? Yozmaymanmi? Ayol kishi degan noming bor, sen birinchi yozishing kerak. Ayting opa, bersin qaytib original sovg'amni. Shoshma. Alo, assalomu alaykum. Men Sherbekning opasiman. Menga qarang. Ukam takkoy sovg'a beruvdi sizga. Serjechkali nosochki. Ippodromdan olib keluvdi tantanali qilib. O'shani dastavka qilib yuboring, xo'pmi? Nima? Yana bitta iltimos bor edi sizga. Dastavka pulni ham berib yuboring. Kutaman, davay. Naski? أيلدي سرمست أيلدي